Hammaga salom do'stlar va menda sizlar uchun juda ham yaxshi xabar bor va nihoyat kublar jangi o'tkazamiz. Men 42 mingta laykka chiqaraman degandim va sizlar uni allaqachon yig'dingiz va buni menga yaxshigina eslatdingiz. Umuman unutishga yo'l qo'yganingiz yo'q. Shunday ekan, bugun va nihoyat kublar jangi bo'lib o'tadi va ko'ramiz kim g'olib bo'larkan. Albatta men deb o'ylayman. Siz esa o'z fikringizni izohlarga yozib qoldiring. Xo'y, qishloqqa va nihoyat vaqti yetib keldi. Kublar jangi. Sen nima bilan shug'ullanyapsan? Akrobatika, yana nima bo'lardi? Aytgancha, mana buni qara. Bu yana nima balo bo'ldi? Voy, nima men 2 metr bo'lib qoldimmi? Bu chulganman. Ha, savdogarlar kelganda sochim evaziga sotib oldim. Soching evaziga? Ha, sochim evaziga. Faqat nega sen katta bo'lding? Maxluqlarga moslagandim-ku. Xullas, hozir bu muhim emas. Bugun biz kublar jangi o'tkazamiz. Mana shu muhim. Senga haligacha tushuntira olmabman-da, kim haqiqiy tuzoqlar ustasi ekanligini. Mayli, yana bir bor patentni yo'laman seni. Bu blok hali kerak bo'ladi. Nima bo'la deyapsan? Hech narsa. Shundoq bo'lsin. Xullas, senga so'nggi imkon. Agar hozirroq mag'lubiyatini tan olsang, mayli, kechiraman. Ha, kulgili. Menimcha sen yutqazishingni bilganing uchun ham shunday deyapsan. Nima? Mayli, men senga so'nggi imkonni berdim. Endi yig'lab yurma menga. Burningni oqizib kelma. Rahmat. Endi jim bo'lsang, obunachilarga nima bo'layotganini tushuntirsam. Yo'q bo'ling. Xullas do'stlar, bu zinalar nega kerak? Sababi kublar yerga sig'maydi. Shuning uchun ularni yuqorida quramiz, ulkan qilib. Shu zinapoya qurishni biram bir-biri bilan ip orqali birlashtiramiz. Ana ishlab ham ketdi. Tayyor. Endi biroq xil ipga tegsam, porshelar ishlayapti. Ajoyib. Endi bu ilgaklarni iloji boricha ko'zdan panna qilamiz. Mana shunday qilib. Juda ham muhim. Ko'zingni och, nima uxlayapsan? Yur, birinchi meni kubimdan o'tasan. Sen o'tolmasligiga ishonchim komili, mayli, urinib ko'r. Lekin negadir bu safar men o'zimni yutadigandek his qilyapman. Ishonmayman. Sen oldin meni kubimga kirib ko'r. Ahmoq. Sen meni chalg'itding yoki qanaqadir damlama berganga o'xshaysan, yo'qsa bunday bo'lmasdi. Bu yana nimasi? U yerga sakrab kirishdi, menimcha iloji yo'qqa o'xshab ko'rinyapti. Undan nima qilish kerak? O, dastak menimcha buni bosishim kerak. Ha, senga ishlashini bilardim. Ha, o'zimni aldangandek his qilyapman. O'zi reja bo'yicha bir marta qilishing kerak edi, lekin o'zingni minus IQ bilan boplading. Tushunishimcha endi bemalol kirishga ruxsat berasan. Yaxshi, kirdim. O, men shu yerga yurishim kerakmi? Bu yerni rosa reston bilan boplabsan-da. Qanaqa bu yerga yurma, tentak, men shunchaki bularni hammasini yopolmadim bu restovni deb. Bu yoqqa sen. Ha, tushunarli. Demak, menga bu yerga nima? Sen bu yerni hozir menga labirint demoqchimisan? To'xta, sen meni shunga tushadi deb o'yladingmi? Men bundan shunchaki sakrab o'ta olaman-ku. Shunaqami? Unda men ustiga chiqaman. Yaramas, baribir effektingni ilding menga. Lekin men unchalik ham sekinlashni his qilmayapman. Yana bitta tuzoqmi? Ha, his qilmaysan, ataga 15% ga. Lekin bu marra oxirigacha borguncha shunaqa seziladi. Menga shunaqa tuyulyaptimi yoki men bitta joyda aylanib yuribmanmi? Senga shunaqa tuyulyapti. Yana shunaqa ko'p vaqt tuyuladi. E'tibor berma. Hozircha o'zim hali birontasiga tushganim yo'q. Men bormas, qilma. Menimcha bu hech qanaqa labirint emas. Shunchaki spiral topdimmi? O'ylaganimdan keyin tushunib yetding. Oxir bormi o'zi bularni? Qishloqqa, sen hazillashyapsanmi? Men bu devordan atagi bir necha blok uzoqlashdim. Markazga qachon yetib boraman agar bu spiral bo'lsa? Taxminan hech qachon, sababi sen hozir ochlikni o'ylasan. Ha, yana yugura olmay ham qoldim. Haqiqiy dahshat. Tushunishimcha, ana bu yer meni maqsadim. Mayli, kuch to'playmizda ochlikda o'lmasdan yetib boramiz. Olg'a. Bo'ldi, hozir o'lib qolaman. O'zi to'g'ri tarafga ketyapmanmi yoki orqaga qarab ketishni boshladimmi? Va nihoyat men bu dorvogacha yetib keldim. Sen haqiqiy yovuz ekansan. Bu shunchaki qiynoq edi, hech qanaqa tuzoq emas. Sen bundan qo'rqoqsan, patsanjo. Mayli, ko'raylikchi endi meni nimalar kutib turibdi bu qavatda. Qani, quyonlar? Nega bu yerda bunchalik ko'p quyonlar bor? Mendan umid qilma, o'zing hammasiga tushunib yetishing kerak. Shunaqa degan, bu sandiqda turgan qilichni ko'rib va mana bu junni ko'rib faqat bir narsani tushunish mumkin. Bu quyonlarni hammasini chopish kerak. Mayli, faqat shuni bilib qo'yinglar. Men buni hech qachon xohlamasdim. Yo'q. O'zi nima uchun bu ishni qilyapman? O'ylanadi. Mana bunisiga yana nima qilgan? Sen men bilan urushmoqchimisan? Yo'q, hozir o'ldirasan. Tushunishimcha men bu quyonlarni iloji boricha bitta zarbada o'ldirishga harakat qilishim kerak. Yo'qsa ular menga hujum qiladi, to'g'rimi? Yo'q, sen bitta zarbada o'lmaydiganini qidirishing kerak. Ha, shunaqa degin, qani edi, qaysi biri? Mana sen topdimmi? Bittada topdim, qanday yaxshi. Faqat bu safar bu jangda
men g'olib bo'laman. Ajoyib. Yaramas, sen bundan oldin 5-6 mingtasini o'ldirishga ulgurishing kerak edi. Fu. Bo'ldi, dastak menda ekan, keyingi qavatga ko'tarilishim mumkin. O, ajoyib o'ylabsan lekin buni. Rahmat. Lekin baribir men o'ylab topganim oldida hech narsa emas u hammayli. Rahmat deyishdim, oxirida yomonlab ketyapsan, pachoq. Mana bu yana nima balo bo'ldi? Bu yashil teslatga blok kerak edi. Shu kun bor ekan bitta. Nima bo'lganda ham men va nihoyat 3-qavatga ko'tarildim. Aytgancha mana bu ovqatni o'zimda qoldiraman, yo'qsa ochlikda o'lyapman. Bilganingni qil. Bu muhim emas. Muhimi bu xonadan o'tish mumkinmi, yo'qmi hali o'zim ham yaxshi bilmayman. Tekshirib ko'rganim yo'q, erindim. Ha, bu senga xos. Men esa har bir qurgan tuzog'imni 2 martadan tekshirib chiqdim. Bu yerga esa nima deb yozilgan ekan? Siyoq rang zina ustidan menimcha sen ustimdan kulyapsan. Mana shu yerdan o'tib olsam yaxshi bo'lardi. Vo, bu qanday yaxshi bo'ldi, hozir tasavvur ham qila olmaysan. Mendan effektlaring yo'q bo'lib ketdi. Bu degani men mana bu plitani bosmasdan shunchaki chiqib ketaman. Meni to'xtatib ko'rman, meni jonimga tegdi bu narsalaring. Mayli, boyagidek 20 tezlik beraman, shunda o'y. Yaxshi. Bu tezlikda o'tish mumkin deb hisoblayman. Bo'ldi, boshladim. Muhimi shiftni qo'yib yubormaslik, yo'qsa yorug'lik tezligiga ko'tarilib ketib aniq yiqilaman. Sen buni uddalading. Vana qo'yat, qani endi qor yiqitib olganda seni. Ko'p gapirmasdan mendan bu tezlik effektini olib tashla. Uka, sen shoxida yursang, men bargida yuraman. Yaxshi, hech bo'lmasa shunga aqling yetibdi. Xo'sh, meni endi boss kutib turibdimi tepada? Ha, seni yatishga tayyor turibdi. Qor? Nima, men uni qor bilan o'ldiramanmi? Agar IQ yetsa, ko'chaga chiqqanda havasini tushunib olasan. Tushunarli, unda tezroq 5-qavatga ko'tarilgim kelyapti. Bu yana nimasi bo'ldi? Menimcha bu blokda sindirsam nimadir bo'ladi, to'g'rimi? Qo'rqma, bir soniyada o'lmaysan. Men qo'rqqanim ham yo'q. Qanisan bu Creeper? Oddiy emas, mutant Creeper. Xayolimda sen bilan oldin jang qilganman. Nima, seni joningni mana shu qor bo'lakchalari oladimi? Nahotki yo'q olmayapti-ku. Nima qilishim kerak men bu qor bilan axir? Lanati. Bu yana nimasi bo'ldi? Xo'sh, aqling yetyaptimi? Albatta, men shunchaki bu qor bilan uning dinamitlarini qaytarishim kerak. Bu juda ham oson. Qishloqqa, men bu bossini hozir bir necha soniyada parchalab tashlayman-ku. Kulaver. Hozir 3-bosqichga o'tsa. 3-bosqich. Endi men ham seni o'taman. Ha. Qani endi tirik qolib ko'rchi. Dinamitni qaytarasanmi, yo'qki meni o'qlarimdan qochasanmi? Bemalol qo'shilishing mumkin. Menimcha bu meni hech qandaysiga to'xtata olmaydi. Ozginagina qoldi yana. Yana 3-4 ta dinamit otsa o'zini o'zi o'ldiradi. Ora-orada mana bu nondan yeb tursam bo'ldi, faqat pastga yiqitib yubormanglar. Yo'q, Creeper mag'lub qilamiz, taslim bo'lma. Jangga sen aralashgan bo'lsak ham baribir men yutdim. Hech qisi yo'q, hozir seni kubingga boramiz-ku, bossingni mayda qilib to'g'rayman. Unda nega turibmiz? Meni temir kubimga oldi-ha. Seni xafa qilmoqchi emasman. Buni o'taman, chunki men akrobatikani bilaman. Menimcha bu senga bugun yordam bera olmaydi. Zo'r yordam beradi-da, muhimi birinchi kiradigan joyni topish kerak mana. Xo'sh, o'tamiz. Endi esa mana bu yerdan sakraymiz. Pachoq, qara va o'rgan. Parkour. Ko'rib turganingdek, bu men uchun umuman muammo emas. Ha, rostdan ham hozircha yaxshi uddalayapsan, lekin ishonaver, bu senga yordam bera olmaydi. Yo'qman. Nima endi shuncha joyga boshqatdan borayman? Qanday rasul hozir bo'ldi o'zi? O'tib bo'lmayapti-ku. O'zi ishonching komilmi? Bundan o'tish mumkinligiga. Boya ham aytdim, hozir ham aytaman. Bu yerda seni parkurlaring yordam bermaydi. Xo'sh, unda nima yordam beradi? Atrofda ko'rib yurgan balki nimadir bordir. Mana shu senga mening yordamim. Tugmachi? Men tugmachalarni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin nima qilib tugmachani bo'lsam? Sen hech narsani sezmayapsanmi? Yo'q. Xullas, sen endi o'lmassan. Faqat cheklangan vaqtga, shuning uchun shoshil, yugur tezroq. Men ulguraman. Buni bosam o'zi nima bo'lyapti? Menga regeneratsiya berilyapti. Atagi 9 soniyaga. Ikkinchi o'rnish olg'a. Sendan farqli ravishda men kubdagi hamma narsalarni tekshirganman. Sen albatta shoshilsang ulgurasan. Faqat shoshil, yugur tezroq. Ulguraman. Ozginagina hozir ana mana. Tugmadan maksimal darajada uzoqlashamiz-da, keyin bo'lsa mana shunday qilib bosdim, yugurdik. Qani o'yindan chapdan tepadan pastdan hech qayerga qaramasdan bosamiz. Albatta ulguramiz. Ozgina yana hozir tugaydi. O'xshadi. Sen buni uddalading, o'ta olding. Endi bo'lsa liftni kutamiz. Lift texnologiyamisan, zo'rmisan? Kechirasan, u menimcha bu bir kishilik lift. To'g'ri, haqsan. Unda men uchib ko'tarilaman. Nimadir xato ketdi-da. Men shu yerdaman, bo'taloqlarim. Bular mengami? Kim bilan jang qilaman? Yo'q, bularga sen hozircha teginma. Yaxshisi mana bu yerga turda 3-qavatni bos. Ustimdan kulyapsanmi? 2-qavatchi? Bu 3-qavat 2-qavatning davomi. Xo'p, endi bularni hammasini senga yarim soat tushuntirish kerak. Xullas, sen 100 ta zombi paydo qilasan, qaysi qatorlarda paydo bo'lishini o'zing tanlaysan va qaysi qatorlarda paydo qilganingga qarab kuchi har xil bo'ladi. Tushundingmi? Yo'q.
Ha, shunaqa demaysanmi? Endi tushundim. Va nihoyat Xullas, buyurtmani eshit bala. Birinchisida 0 ta, ikkinchisida 50 ta, uchinchisida 50 ta. buyurtmangiz qabul qilindi. Mana buyurtmang tayyor. Mana bu yerda 50 ta kichkina zombilar, bu seni omading keldi degani. Mana bu yerda 50 ta katta, bular omading kelmadi degani. Mana shular bilan endi urushasan. 1-2-3 ta devorlarni olib tashlayman. 1-2-3 olg'a. Bu yoqqa yaramaslar. Bitta yo'yaman. Namuncha kichkinasilar, bularni urib bo'lmayapti-ku. Shular kuchsizmi? Sen hali kattalar bilan urush ko'rmading. Ha, bu yaramasdan ko'p jonivorlarga, lekin baribir bularni urish